Assalomu alaykum. Demak, bugun aytmoqchimanki, bizlar asalni qanday iste'mol qilamiz va qanday iste'mol qilishimiz kerak. O'sha bo'yicha men bu kitobdan o'qiganlarim va o'zimning tushunchalarim bilan bo'lishamiz. O'zi aslida asal foydalimi, foydali emasmi? U bo'yicha savol tug'ilishi kerak emas. Asal haqiqatan ham juda foydali mahsulot hisoblanadi. Foydali mahsulotlarning ichida birinchilar qatorida har doim asal turadi. Uni hammamiz bilamiz. Uning nimasi foydali deganda, uning tarkibining juda boyligidan. Ya'ni barcha vitaminlar mujassam, minerallar mujassam, tabiiyliklari uchun foydali. Buni sostavida demak glyukozalar, fruktozalar, saxarozalar va boshqa ko'p kimyoviy elementlarning почти barchasi bor. Shuning uchun asal bu juda foydali. Lekin asalni biz to'g'ri iste'mol qilamizmi? Shu bo'yicha bugun o'qigan kitobimizdan bir ikkita holatni sizlar bilan bo'lishiki, kimdir noto'g'ri qilayotgan bo'lsa menga o'xshab to'g'rilasin. Men shu kitobni o'qiganimdan so'ng asalni boshqacha metodda iste'mol qilishga o'tdim. Hammamiz bilamizki, bugungi kunda tabiat injil bo'lib boryapti. Birdaniga issiq, birdaniga sovuq. Bu nima degani? Bu viruslar va boshqa kasalliklar, gripp, shamollash, ORV, koronavirus hammasi uchun juda qulay sharoit yaratib beryapti. U sharoitning injiqligiga bizni har doimiz immunitetimiz qarshi kurashadi. Bizlar immunitetimizga yordam berishimiz kerak. Doktorlar bizni lechit qilmaydi. Doktorlar bizni immunitetimizga yordam beradigan. Shuni esdan chiqarishimiz kerak. Demak, biz immunitetimizga qanaqa yordam beramiz? Immunitetimizga vitaminlar bergan holda ularga yordam beramiz va immunitetimiz o'zi umrimiz davomida viruslar bilan, zararkunandalar bilan kurashib boradi. Bu tug'ilishimizdan o'lgunimizcha ular rivojlanadi, xotira shakllantiradi, eslab qoladi virusni va shuning uchun прививка qiladiki, o'sha virusni eslab qolib immunitet har doim shu virus kelganda qarshi kurashadi. Demak aytyapmizki, asal sostavida boy vitaminlari bilan immunitetni mustahkamlaydi. Ayniqsa bugungi kunda koronavirus pandemiyasi davrida bu juda muhim. Shuning uchun asalning narxini ozgina ko'tarilishiga ham pandemiya aslida sababchi. Demak, bizning faoliyatimiz toza asal ishlab chiqarishimiz bu xalqimizning sog'lig'ini tiklash uchun o'z hissamizni qo'shayotganimiz uchun ko'p asalarichilarimizga minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Shuning uchun asalarichilikni rivojlantirishimiz shart deb o'ylayman. Demak, birinchi navbatda agar asalni siz ovqat sifatida iste'mol qiladigan bo'lsangiz, demak uni iste'mol qilish tartibi, usuli, qoidasiga amal qilishi shart emas. Lekin siz asalning foydali xususiyatlarini to'liq, maksimal organizmingizga foydali qilmoqchi bo'lsangiz, ikkita holatga alohida e'tibor berishingiz kerak. Birinchidan, asalni hech qachon 42-45 gradusdan baland bo'lgan kipitok, qaynagan suv, iliq deganda 45 gradusdan baland, kofe va boshqa narsalarni ichida eritish kerak emas. Uning ko'p tirik komponentlari o'lib ketadi, o'zining xususiyatini yo'qotadi. Faqatgina shirinlik, aslastlitel deydi rus tilida adashmasam, shu qoladi, bor yo'g'i u qanaqangadir shirinlik vazifasini bajaradi xolos. Shuning uchun uning boy tarkibi o'z xususiyatini yo'qotadi. Ikkinchisi, agar siz asalni davolikda iste'mol qiladigan bo'lsangiz, har doim siz asalni to'g'ridan-to'g'ri yutinmang. Uni og'zingizda imkon qadar ko'proq saqlab turing. Shunda tilingizga tekkan asal sizning og'zingizda juda ko'p miqdorda sulak ajratilishiga turtki bo'ladi. Sulak kelib asal bilan to'liq qorishib ketguncha og'zingizda saqlab turib va sulagingizni qisman astalik bilan yutunishga urining. Nega bu narsa shunaqa deyilgan? Ushbu holat bo'yicha mana bu Koj Valeriy Nikolayevichning kitobida yozilgan ekan. Demak, biz asalni to'g'ridan-to'g'ri iste'mol qiladigan bo'lsak, bilamiz, o'zimizni tomog'imizni kuydirib o'tadi. Bu nega kuydiradi? Uning tarkibida asalning kislotность degan pokazateli bor. O'sha kislotность tomog'imizni kuydirib o'tadi. Undan tashqari, oshqozonimizga yetib borgandan keyin kislota bor. Shu paytda asalning kislotasi va oshqozon kislotasi ikkalasi bir-biri bilan to'qnashgandan keyin asal juda ko'p miqdorda o'zining boy tarkibini yo'qotadi. Ko'p minerallar, ko'p vitaminlar o'z xususiyatini yo'qotadi. Shuning uchun uning boy tarkibini biz to'g'ridan-to'g'ri yutish orqali susaytirib qo'yamiz. Shuning uchun asalni og'zimizda sulagimiz orqali to'liq erib ketishini ta'minlashimiz kerak ekan.
yana mana aytyaptilarki, miyod nilja srazu glatat. Endi davomi yozilgan sabablari hammasini. Uje og'zimizdan turib organizmga surilish boshlanar ekan. Bundan tashqari bilamizki, ishtahasi yo'q odamni ishtahasini ochadi asal. Ishtahasi bor odamni ishtahasini normallashtiradi. Undan tashqari ichimizdagi mikroflora deyiladi. O'sha ichimizda bizani foydali bakteriyalar bor. Demak, asal foydali bakteriyalarga hech qanaqangi zarar keltirmaydi. Foydasi bo'lmagan bakteriyalarga esa immunitetni kuchaytirish orqali immunitetni shu foydasiz bakteriyalar bilan kurashish uchun quvvat beradi. Antibiotiklardan asalning ustunligi shuki, antibiotiklar bizning organizmimizdagi foydali va foydasiz barcha antibiotiklarni o'ldirib yuboradi. Bir tomondan zararli virusni o'ldirgani bilan foydali viruslarni ham o'ldirib yuboradi. Demak, uni orqasidan yana qo'shimcha foydali bakteriyalar ishimizga to'g'ri keladi. U tomonlama asal demak antibiotiklarni yutib chiqadi. Aytmoqchi bo'lganim yana bitta uchinchi xususiyatni e'tiborga olingki, siz yeyotgan asalingiz har doim tabiiy bo'lishi kerak. Ya'ni shakar bilan olingan asal bo'lishi kerak emas. Bilasizlar, shakarda olingan asalning sostavi bu 99, undan 7% bu demak saxaroza bo'ladi. Saxaroza o'zi aslida organizm uchun vredni, eng zararli mahsulotlarning eng tepa qatorida shakar turadi. Ushbu shakar bo'yicha alohida videolar qilamiz. Shuning uchun demak, to'g'ri iste'mol qilishdan tashqari yeyotgan asalimizning tabiiyligiga ham e'tibor berishimiz shart va zarur. Tabiiy asalni sun'iy asalning boshqa asallardan farqlatish bo'yicha kelajakda yana videolar qilamiz degan umiddaman. Demak, bu asal bizning dasturxonimizga kelguncha bu juda katta yo'lni bosib o'tdi. Bu giyohlar maxsus o'sha fermentlar ajratgan holda quyoshning nuri ta'siri shira ajratdi. Uni ari uyiga olib keldi. Unga fermentlar qo'shdi yo'lda. Uyda yana uni suvlarini chiqazdi. Uni ichiga boshqa fermentlarni qo'shib buzilishini oldini oladigan xususiyatlarni qo'shdi. Uni bizlar oldik, mehnat qildik, shuncha xarajat qildik, dasturxonimizga olib keldik-ku, lekin uni to'g'ri iste'mol qilishda ham xato qilishimiz kerak emas. To'g'ri iste'mol qilishimiz uchun uning kelib chiqqan tarixiga e'tibor berib, albatta to'g'ri iste'mol qilishimiz kerak deb o'ylayman. Men shu asalni og'izga solib turib uzoqroq muddatda saqlab yutinish bo'yicha o'zim ishlatib ko'rdim. Haqiqatan ham shamollayotgan edim, tomoqlarim qichib kelib, yutal boshlanayotgan edi. Shu ishni 2 kun qaytarganimdan keyin shundoq sog'lig'im joyiga qaytdi. Men bildimki, lekin shu kunlari men hech qanaqangi dori iste'mol qilmadim, qo'shimcha ovqatlar yeganim yo'q. Faqat shu asalni kuniga 5-6 marta qoshiqchada tilimni tagiga tashab qo'yib, shimib yurishga harakat qildim. Va menga juda zo'r effekt berdi. Men bu narsani shuncha yillik asalaricha avlodi bo'lib turib, endi shu narsaga to'qnashdim va shu narsani sizlar bilan bo'lishishlikka qaror qildim. Sizlar ham shu metodni qo'llab ko'ringlar. Foydasi bo'lsa albatta kommentariy yozinglar. E'tiborlar uchun rahmat.